Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Rossiyani yangi sanksiyalar bilan ogohlantirdi. AQSh tomoni Rossiya Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Ukrainaga qarshi urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralardan bosh tortsa, unga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llanish mumkinligini ma'lum qildi. Kellining so'zlariga ko'ra, Ukraina muzokaralar va murosaaga tayyor bo'lsa-da, Rossiya urushni davom ettirmoqda. Agar Rossiya urushni davom ettirishga qaror qilsa, AQSh muzokaralardan voz kechadi. Bu mojaroda harbiy yechim yo'q. Hozirgi kelishuv Rossiya uchun eng maqbul variant. Prezident Putinga bunga rozi bo'lishi kerak. Urushni davom ettirish hech bir tomon manfaatiga mos emas, degan AQSh vakili. U shuningdek, AQSh Rossiya bilan tinchlik va iqtisodiy hamkorlikka ochiqligini bildirgan, biroq bu yo'ldan bosh tortish Moskva uchun yangi sanksiyalar xavfini tug'dirishini qo'shimcha qilgan. Bu urushni to'xtatish uchun ham Rossiya, ham Ukraina javobgardir. Mojaroni cho'zishga urinayotganlar vaqt yo'qotmoqda. Ikkala tomon ham og'ir, lekin tarixiy qarorni tinchlik yo'lini tanlashi kerak, degan Kelli.